kuch adolatda deb qildi adolat. Qurgan saroylari, bog'lari hikmat, tuzgan tuzuklari darsdir jahonga. Yarim dunyo hamon aytadi rahmat. Millat osmonida chaqnadi yulduz. Büyük babamız Ahmet Temur tavallüdünün 697'de başlangan Gelecek Saatida biz Ahmet Temur Büyük Sarkar'dan onunla açık dersimizni başlayacağız. Dersimizin mavzusu demek Ahmet Temur Büyük Sarkar'da. Rahmat. Millat osmonida chaqnadi yulduz, zulmat tunlarini yoritdi kunduz. Taxtida ko'rganda sohib Qur'onni, bayrami boshlandi buyuk Turanni. Taxtida ko'rganda sohib Qur'onni, bayrami boshlandi buyuk Turanni. Oddiy inson emas sohib Qur'on u, yengilmas, bukilmas buyuk Turan u. Dunyoning yarmini qo'lida tutgan, O'zbekka shon bo'lib kelgan o'g'lon u. Olovdek, daryoga suvdek, bas kelgan dov yurak o'g'lon edi u. G'ayratli, ilmli, g'ururli, kuchli, yengilish bilmagan arslon edi u. Oddiy inson emas sohib Qur'on u, yengilmas, bukilmas buyuk Turan u. Dunyoning yarmini qo'lida tutgan, O'zbekka shon bo'lib kelgan